Sigirim bor deysizmi, opa? Ha, sigirim bor. O'tdayam chimxo'r, o'tni hidlab tanlab yeydi-da. Xo'p. O'shaning uchun nima qilsam bo'ladi o'sha narsaga? Qanday askarbinkalar ham berdim, foydasi bo'lmayapti. Odamlardan eshitganim, o'sharoq qo'ng'iz yegizsa bo'ladi dedi. O'shani yegizsam ishtahasi ochiladimi? Qanaqa qo'ng'iz deysiz? O'sharoq qo'ng'iz deydi. Qora qo'ng'iz. Sizlarda shunaqa qo'ng'iz bormi? Bor ekanda tovib chiqdim ekdi. O'shani yegizsa bo'ladi dedi. Yegizsam bo'ladimi, bo'lmaydimi deb sizdan maslahat so'ramoqchiman. O'tayam chimxo'r molimiz. Yo, bo'lmaydi, opa, anaqa qo'ng'iz yegizsangiz. Nima qilsam bo'ladi undayda? Qonunga shu vitamin, minerallarni qo'llan qildirib, keyin qo'shimcha bir yana qonini tarkibiga yaxshi ta'sir ko'rsatadigan sistemani qo'llan qildirib ko'ring qani bir. Qildirdim-da, foydasi bo'lmadi aka. Nima deyapti? O'sira qo'ng'iz ber deyaptimi endi? U kishimi shunaqa yegizsang ham bo'ladi deyapti. Buni davosi qiyin bilmadim deydi. Bo'lmasa sizlar hamma narsa qilib ko'rgansizlar, foyda bermagan, endi o'sira qo'ng'izga bermoqsizlar-da, to'g'rimi? Ha. Bo'lmasa bilmadim, men amaliyotimda uni tajriba qilib ko'rmaganman. Agar tajriba qilib ko'rgan bo'lsa, shu tarafda doktorlaringiz bilan maslahatlashib ko'rsangiz bo'ladi desa, berib ko'ringizlar, keyin ko'rasizlar-da natijasini. Keyin molingiz ham o'sira qo'ng'iz. Sigirim bor deysizmi, opa? Ha, sigirim bor. O'tdayam chimxo'r, o'tni hidlab tanlab yeydi-da. O'shaning uchun nima qilsam bo'ladi o'sha narsaga? Qanday askarbinkalar ham berdim, foydasi bo'lmayapti. Odamlardan eshitganim, o'sharoq qo'ng'iz yegizsa bo'ladi dedi. O'shani yegizsam ishtahasi ochiladimi? Qanaqa qo'ng'iz deysiz? O'sharoq qo'ng'iz deydi. Qora qo'ng'iz. Sizlarda shunaqa qo'ng'iz bormi? Bor ekanda tovib chiqdim ekdi.